Shukur Xolmirzayev tanlangan asarlar. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayevning 3 jildlik saylanmasining 3-jildida 1996-yilda yozilgan Bandi Burgut, Kuzda bahor havosi nomli hikoyalari o'rin olgan. Yozuvchining 45 yillik ijodiy faoliyatida yaratgan hikoyalari o'zbek nasrining chinakam durdonalari, o'lmas ma'naviy mulki bo'lib qoldi. Milliy adabiyotimizning haqiqiy fidoyisi bo'lmish taniqli adib adabiyotimizda o'ziga xos maktab yaratdi. O'zbek hikoyachiligini yangi pog'onaga ko'targan yozuvchini kitobxonlar romannafis, dramaturg, qissanafis, qadimshunos, adabiyotshunos sifatida bilishadi.